qo'yib 3 sekund turg'izib bersang, uje mana turdi, ko'rdingmi? Turgan xohlagan telefon shunchaki tekinga olib ketishlari mumkin jigarlar. Tekinga 1 so'm pulsiz tekinga telefon sizlarga bo'ladi jigarlar. Qaranglar, biz qanaqa telefonlarimiz kelgan? iPhone 13 Pro 1 terabaytlisan kelgan, 90 yomkisda jigarlar. Juda ko'pchilik so'ragan. iPhone XR da 17 Pro korpusga joylanganlar ham kelgan. Undan tashqari 11, 12 вообще ideallar kelgan. Xohlagan turdagi telefon shunaqani tanlaysizlar, limon ustiga bitta tangani shunaqani qo'yib 3 sekund turg'izib bersang, uje mana turdi, ko'rdingmi? Turmaydi aytganda mana turdi. 3 sekund turib bersa jigarlar, o'sha tanlagan telefonlar tekin bo'ladi. Naqdga olgan bo'lsang, pullarni qaytarib beramiz. Oylik to'lovga olgan bo'lsang, shunaqani shartnomalarni bekor qo'yamiz. Agar mabodo bunda turg'iza olmay qolsalaring, barabar shunaqani aylantirasizlar, chiqqan sovg'ani olib ketaverasizlar jigarlar. Buni qaranglar. Sovg'alar juda ham kam qolgan. Bu degani katta sovg'alar ichida taxlanib yotibdi jigarlar. Bemalol do'konimizga kelib, bittagina pasport o'ziga chiqadigan telefonlar ham bor. Bir dona pasport o'ziga deganlarga ham bor. Undan tashqari plastik оборот bilan telefonlarimiz ham bor. O'sha aytgandek, любой telefon tanlaysizlar. Xohlasang naqdga, xohlasang oylik to'lovga olasizlar. Agar tangani turg'izib qo'ysalaring, pullarni sразу qaytarib beramiz jigarlar. Bitta manzilni ham tushuntirib o'taman. Manzilimiz Farg'ona shahar markazida Istiqlol ko'rdilar, hamda mag'azin ham restoran shundoqqina ro'parasida Xonbozor do'koni bo'ladi. Bemalol do'konimizga kelaverasizlar jigarlar.